Bu kechasiga siyib qo'yishi bu inurez, bu kasallik. Inurez bu kecha siyib qo'yishi 5 yoshgacha norma hisoblanadi. 5 yoshdan keyin bu kasallik. Buni endi sabablari har xil bo'ladi. Birinchidan shu neyrogenli bo'ladi, miyaga signal kelmaydi. O'shani hisobida kechasiga siyib qo'yish. Undan tashqari spina bifida deydi, bu tug'ma nuqson hisoblanadi. Shu umurtqalar kanali to'liq yopilmasligini hisobida yoriq qoladi-da, o'shani hisobida. Bu endi homiladorlik tug'ma, spina bifidani belidan nima uchun MRT'sini kutyapmiz? U MRT MSKTda chiqadi. Agar spina bifida bo'lganda bu tug'ma bo'ladi. Ya'ni homiladorlikdan keyin 28-haftasida bu umurtqa yorug'i kanallari yopilib ketishi kerak. Ayrim holatlarda shu sal yorug'i ochiq qoladi. To'liq yopilmasligini hisobida spina bifida degan narsa. Bu ham inurezga, ya'ni siyib qo'yishiga asosiy sabablari bo'ladi. Endi tayyor MRT qildirgan ekanlar-ku, travma olganda, o'shanda agarda chiqadi. Yoki o'sha siyganda sal qon chiqdi dedilar boshida o'sha nimasida. Bosh qanaqadir buyrakda anomaliyalar bo'lsa, yoki qanaqadir yomonlash, nuqsonlar. Uni bilishingiz uchun birinchi o'rinda UZI qildirishingiz kerak, общий analiz, machal siydik topshirish kerak. O'sha MRTlarni ko'rib, shunga qarab lecheniya qilinadi. Shunga qarab.